Bismillah. Assalomu alaykum. Bugun BGP haqida ozgina gapiramiz. Oldingi darslarda biz ozgina OSPF haqida, EIGRP haqida gapirgandik, ya'ni routing protokollar ichida eng kattasi BGP haqida bugun ozgina gaplashamiz. BGP internetni boshqaradigan yagona protokol, provayderlarni o'zaro ulab beradigan, butun internetni, dunyo tarmog'ini routingini boshqaradigan yagona protokol, border gateway protokol. Buni raqibi yo'q, monopol desa ham bo'ladi. Ichkarida ishlatiladigan routing protokollar, masalan OSPF, EIGRP, RIP, ASIS, bular bir-biriga konkurent desa bo'ladi. Bittasi qiladigan ishni ikkinchisi deyarli qila oladi. Lekin BGP qiladigan ishni boshqa routing protokollar qilib bera olmaydi. Shuning uchun bu monopol. Provayderning ichida bemalol yoki OSPF ni ishlating yoki EIGRP ni ishlating, lekin provayderlar orasida faqat va faqat BGP. Statik ham qilish mumkin, lekin agar provayderlar tranzit setkada ishlaydigan bo'lsa, albatta BGP da ishlashi kerak. Deyarli barcha provayderlar BGP da ishlaydi. Demak, BGP bu provayderlar orasidagi protokol bu. Provayderlarni o'zaro ulaydigan protokol, ya'ni barcha provayderlar yig'ilib butun dunyo tarmog'ini hosil qilganda mana shu BGP orqali bir-biri bilan aloqa qiladi. Ichkarida xohlagan ishlatishi mumkin. OSPF, EIGRP, RIP farqi yo'q, balkim statik qilish mumkin. Lekin provayderlar orasida albatta BGP bo'lishi kerak. BGP haqida gapirganimizda albatta avtonom sistemalar haqida gapirishimiz kerak, chunki BGP da ishlaydigan routerlarda avtonom sistemalar berilishi kerak. Avtonom sistemalarni nazorat qiladi va tarqatadi IANA organizatsiyasi. IP adreslarni, IPv4, IPv6 adreslarni nazorat qiladigan, tarqatadigan organizatsiya IANA avtonom sistemalar ham nazorat qiladi, tarqatadi. Avtonom sistemalar boshida 16 bit uzunlikda chiqarilgan, ya'ni bor yo'g'i 65 mingta avtonom sistemalar mavjud bo'lgan. Boshida bu endi BGP ni birinchi oldingi versiyalarida. Lekin 65 mingta keyinchalik kamligi aniqlangan, chunki har bir provayder bittadan oladigan bo'lsa 65 mingta provayderga bor yo'g'i yetadi. Undan tashqari ba'zi bir katta kompaniyalar ham avtonom sistema olishi mumkin, provayder bo'lmasa ham. Va 65 mingta aniq hozirgi kunda kam. Va keyinchalik RFC 4893 bo'yicha avtonom sistemalar soni uzunligi 32 bitga oshirilgan, ya'ni son jihatdan endi 4 milliarddan ko'p avtonom sistemalar bor. Bu degani endi bemalol butun dunyodagi barcha provayderlarga, barcha yirik kompaniyalarga biz avtonom sistemalarni biz emas, ya'ni IANA bemalol avtonom sistemalar berishi mumkin, yetadi, hamma yetadi. Albatta BGP da avtonom sistemalar bo'lishi shart. Siz routeringizga BGP ko'taryapsizmi, avtonom sistemani o'rnatishingiz kerak. Agar Beli deylik, endi Beli avtonom sistemalar olmoqchi bo'lsangiz, IANAga murojaat qilasiz. Agar ichkarida, ya'ni internetga chiqarmasdan turib, bu avtonom sistemangizni tashqariga ko'rsatmasdan turib yoki boshqa avtonom sistemani public avtonom sistemada ichida yashirinib ishlatmoqchi bo'lsangiz, private'lardan ishlatishingiz mumkin. Private diapazonlar bor. Private diapazonlarni bemalol xuddi private IP adreslarga o'xshab bemalol ishlatasiz. Bu uchun IANAdan ruxsat so'rash shart emas. Bular 64512 dan 65535 ga 5 ta, ya'ni 100 dan ortiq, 1000 dan ortiq bemalol avtonom sistemalar bor. Undan tashqari kengaytirilgandan keyin 4.2 milliarddan oxirigacha 4.94 million yetarlicha bo'lgan, ya'ni 100 million atrofida bu yerda avtonom sistemalar private bor. Bular xuddi chorli IP adreslarga o'xshagan chorli avtonom sistemalar. Bemalol bu avtonom sistemalarni routerlaringizga qo'yib, ishxonaning ichida, provayderning ichida ishlatishingiz mumkin, lekin internetga chiqayotganda
baribir bitta public nima bilan chiqib ketasiz, nima deydi, registr deymizmi, avtonom sistemadan chiqib ketasiz yoki boshqa provayderni avtonom sistemasini tagida o'tirasiz. Bu privatelar internetdan to'g'ridan to'g'ri chiqmaydi. Avtonom sistemalar albatta va albatta bo'lishi kerak. Provayder ochdingizmi, sizda avtonom sistema bo'lishi kerak. Avtonom sistemani yangidan olasiz va mana bunaqa holida bitta kompaniya bitta avtonom sistemani oladi, boshqa bir kompaniya, ya'ni boshqa bir provayder yoki yirik bir kompaniya boshqa avtonom sistemada o'tiradi. Avtonom sistemalar unikal hisoblanadi, butun dunyoda qaytarilmaydi, privatedan tashqari albatta. Ya'ni masalan deylik Vodafone kompaniyasi bor, provayder, telekom provayder katta, uni o'zining avtonom sistemasi bor va unga berilgan avtonom sistema boshqa biron bir kompaniyaga berilmaydi. Xuddi shunaqa O'zbekistondagi provayderlarni ham har bittasini o'zining avtonom sistemasi bor, ya'nidan olgan va o'sha yana database'da, avtonom sistemalar database'da o'zining avtonom sistemasi bilan turadi va butun dunyodagi routerlar, boshqa provayderlar O'zbekistondagi provayderlarni mana shu avtonom sistemalari orqali tanib olishadi. Demak, avtonom sistemalar unikalli va uni yana boshqaradi. Endi BGP sessiyalar haqida gapirsak, BGP sessiyalarni ikki xil tipi mavjud. Bular internal BGP, iBGP deyiladi va external BGP, eBGP. Bizning tilimizda eBGP desak adashmaydi, chunki eBGP desak tepadagi I bilan chalkashib qolishimiz mumkin. Ya'ni tepadagini internalni iBGP deymiz, externalni eBGP deymiz o'zbekchasida. O'shanda adashmaymiz xudo xolasa. Va bu ikkita turdagi BGP nima uchun ishlatiladi desak, bittasi provayderlar orasidagi stekni amalga oshiradi, ikkinchisi esa provayder ichidagi stekni amalga oshiradi. Masalan, mana bu holatimizda kompaniya 1, kompaniya 2, kompaniya 3, ya'ni uchalasi uchta provayder deylik. Masalan, o'zimiz uchun tanish bo'lgan so'zlar ishlatsak, masalan, kompaniya 1 Ucell bo'lsin, kompaniya 2 bu Beeline bo'lsin, Beeline, kompaniya 3 masalan Mobius bo'lsin. Bular ham provayder va avtonom sistemasi bor va avtonom sistemalar endi bu yerda privatelar ishlatilgani, deylik, registered avtonom sistema yanadan olgan bo'lsa 65100 va har birining avtonom sistemasi albatta har xil bo'ladi. Va mana shu holatda bitta provayder ikkinchi provayder bilan o'zaro stek qilayotganda ular o'zaro eBGP bilan stek qiladi. Demak, BGP ishlatiladi to'g'ri, lekin BGP ni aynan qaysi bir bittasi bo'lishi kerak yoki eBGP bo'lishi kerak yoki iBGP bo'lishi kerak. Har xil provayderlar, ya'ni har xil avtonom sistema routerlari o'zaro stek qilaman desa, eBGP bilan aloqa qiladi external. Mana R1, R2 bilan eBGP da qiladi. Xuddi shunaqa mana bu yerda kompaniya 2 bilan kompaniya 3, ya'ni Beeline bilan Mobius ham eBGP da qiladi. Ya'ni mana bu yerda R4 bilan R5 orasidagi stek eBGP da bo'ladi. Xuddi shunaqa biz xohlasak agar Ucell bilan Mobiusni ham stek qilishimiz mumkin. Bu uchun to'g'ridan-to'g'ri kabel shart emas. Ularni orasidagi stek через Beeline o'tganda ham BGP da qo'shimchalik bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda bunaqa chizsak bo'ladi. R1 bilan R5 bemalol logistik virtual deymiz, bunaqa stek qilishi mumkin. eBGP da qiladi albatta, external. Lekin qizig'i, ular bir-biri bilan to'g'ridan-to'g'ri kabel emas, через Beeline ulangan bo'lishi mumkin. Lekin qo'shimchalik ko'taradi. O'zi shartmi bu qo'shimchalik desak, holatga qaraladi. Ya'ni BGP ni yaxshiroq tushunganimizdan keyin u qarorni qabul qilamiz. Bu yerda eBGP ko'tarish foydalimi, foydasiz emasmi? Uni o'rganish kerak bo'ladi albatta. Lekin bemalol ko'tarishimiz mumkin. Ya'ni ikkita router bir-biri bilan BGP qo'shni bo'lish uchun ular to'g'ridan-to'g'ri kabel bilan ulanish shart emas ekan. Ular har xil joyda joylashgan bo'lishi mumkin. Masalan, Toshkentdagi router, masalan, Braziliyadagi yoki Argentinadagi router bilan BGP qo'shnichilik o'rnatish mumkin. Ularning orasida o'nlab, yuzlab routerlar bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Bemalol bir-biri bilan qo'shnichilik o'rnatadi.
xuddi yonma-yon turganda ikkita qo'shni bo'lib aloqa qilishadi ular. BGPda shunaqa. Masalan, OSPFda, EIGRPda, внутренний ichkari routing protokollarda, internal IGPlarda, internal gateway protokollarda, ya'ni OSPF, EIGRPlarda biz o'rganganda ikkita router bir-biriga ulangandagina qo'shni bo'lar edi. Lekin BGPda unaqa shart emas. BGPda qo'shni bo'lmagan bo'lsa ham, ya'ni uzoqda turgan router bilan ham qo'shni bo'lishi mumkin. Toshkentdagi router bilan biz bemalol Yaponiyadagi routerni yoki Avstraliyadagi routerni yoki Fijidagi routerni bemalol qo'shni qilishimiz mumkin. Bu uchun o'sha Avstraliyadagi yoki Fijidagi administrator bilan kelishgan holda umumiy parametrlarni kelishgan holda IP adreslarni bir-biriga taqdim etgan holda qo'shnichilik o'rnatiladi. Biz o'zimizdan o'zimiz boshqa bir Afrikadagi routerni yoki Fijidagi router bilan qo'shnichilik o'rnatib bilmaymiz, toki u tomondagi administrator ham biz bilan kelishib o'zi routerga kerak nastroykalar qilmagunicha, ya'ni ikki tomondan kelishib nastroyka qilinsagina qo'shni bo'ladi. O'zimizdan o'zimiz router bilan albatta qo'shni bo'lib bilmaymiz. Demak, eBGP external bitta avtonom sistemadagi router bilan boshqa avtonom sistemadagi router bilan aloqa qilish uchun, ya'ni bir provayderni boshqa provayder bilan stek qilish uchun ishlatiladi. Internal bu bitta provayderning ichida o'zaro stek qilish uchun. Masalan, mana kompaniya 2, ya'ni Beeline'ning ichida R2, R3, R4 turibdi. Uchalasi ham bitta kompaniyaning ichida. Mana shu holatda R2 bilan R3 agar BGPda stek qilish kerak bo'lsa, iBGP bilan qilinadi. Xuddi shunaqa R3 bilan R4 iBGP bilan qilinadi. Endi savol tug'ilishi mumkin, o'zi shartmi iBGP bizga? OSPFimiz turibdi-ku, EIGRP turibdi-ku, qilmaydimi bu ishni? Ya'ni aloqani OSPF amalga oshirib bera olmaydimi? Nimaga kerak iBGP? Shu eBGP o'zi yetarli emasmi desak, ba'zi joyda ham shart emas, lekin ba'zi joyda shart. Busiz bo'lmaydi. Nimaga desak, masalan, tasavvur qilamiz, bizda mana 3 ta kompaniya ham baribir internetga ulangan, deylik mana internet va har bir kompaniya bu internetga o'zi ham ulangan. Masalan, kompaniya 1 UCell internetga to'g'ridan-to'g'ri ulanyapti. Agarda to'g'ridan-to'g'ri ulanish ishdan chiqadigan bo'lsa, unga rezervor через kompaniya, ya'ni через Beeline ham internetga chiqish mumkin. Ya'ni bu asosiy yo'l, birinchi yo'l deymiz. Mana bu pastdan Beeline orqali o'tish, bu ikkinchi yo'l. Rezerv sifatida ishlatish mumkin tranzit. Ya'ni bu yerda e'tibor beramiz, Beeline tranzitlik vazifasini bajaradi. UCL trafigini internetga chiqarish uchun Beeline'dan o'tib ketish mumkin. Xuddi shunaqa Beeline ham UCL tranzit sifatida rezerv ishlatish mumkin. Mabodo o'zida uplink ishdan chiqadigan bo'lsa, через UCL yoki через Mobius chiqishi mumkin. Mana shu holatda endi bizga iBGPlar kerak bo'lishi mumkin, kerak bo'ladi ham. Nimaga desak, chunki qaranglar, e'tibor beramiz. OSPF, masalan, OSPF haqida gapiradigan bo'lsak, OSPF bir eng yaxshi yo'lni topish uchun OSPF routing protokol yerdagi kostlarni hisoblab chiqardi. Ya'ni masalan, mana routerimdan, o'zim routerimdan deydi, qaysi masalan A tarmoqqa borish uchun yo'llarni, har xil yo'llarni ko'rib chiqadi, kostlarni va har bir yo'ldagi kostlarni hisoblab chiqadi. Masalan, bu kostni qiymati 15, mana bu yerdagi kostni qiymati masalan 11, mana bu kostni qiymati masalan 84 bo'ladigan bo'lsa, OSPF aytadi, eng kichkina kost mana 11 va mana shu yo'ldan boraman deb shu yo'lni o'ziga yozib qo'yadi. Ya'ni o'rtadagi yo'l eng ma'qul yo'l hisoblanadi-da. Shu bo'yicha tanlaydi. Ya'ni OSPF eng zo'r yo'lni tanlayotganda eng kichik metrikani tanlaydi. Xuddi shunaqa EIGRP'da ham shunaqa o'zining algoritmi bor edi. Ya'ni metrikalarni xuddi hisoblab chiqadi-da, faqat unda metrika composite metrik deyiladi, endi cost deyiladi. Unda ham xuddi shunaqa hisoblab chiqadi-da, eng kichik metrika yaxshi yo'l deb hisoblanadi-da, EIGRP'da o'sha yo'ldan paketlanib yuboradi. Demak, yo'llarni solishtirayotganda faqatgina bitta narsa solishtiriladi, metrika solishtiriladi.
BGP'da mana shu narsa sal boshqacharoq. BGP'da bitta parametr solishtirilmaydi. BGP'da eng zo'r yo'lni topish uchun, eng zo'r yo'lni tanlash uchun 12 ta parametr bir-biri bilan solishtiriladi. Va bu parametrlar bir-biri bilan umuman bog'liqlik nima deydi? Ularni qo'shib bo'lmaydi. Ya'ni 12 ta parametr bor, ba'zi atributlar deyiladi bu. Pas atributlar. 12 ta narsa. OSPF mana shu pas atribut haqida gapiradigan bo'lsak, tipi metrika bu bittagina faqat cost. EIGRP'da ham xuddi shunaqa. EIGRP'da ham u ham bitta, faqat bitta narsani solishtiradi, metrika. Shu metrikaning ichida ikkita formulada u bandwidth bilan delaylarni qo'shib chiqib qiladi. Lekin baribir bitta natija chiqardi, metrika chiqardi. BGP'da mana shu bitta narsa emasda, bu yerda 12 ta pas atributi bor. Birinchisi weight, local preference, ASPass va boshqa har xil turdagi origin ma'lumotlar bor va bular bir-biri bilan qo'shilmaydi. Ya'ni BGP router eng zo'r yo'lni topayotganda, masalan, mana deylik, mana bu yerda BGP routerimiz, bu yerdagi mana deylik B tarmoqqa borish uchun 3 ta yo'l bo'ladigan bo'lsa, ularni mana shu 3 ta yo'ldagi birinchi weight parametri bilan solishtirib chiqadi. Weight parametrlari qaysisiniki baland bo'lsa, o'shani oladida, shuni ishlatadi. Qolgan 12 ta parametrni solishtirib o'tirmaydi, qolgan 11 tasini. Agar weightlar bir xil bo'lsa, unda ikkinchi parametr local preference solishtiriladi. Local preferencedan qaysi ma'qul bo'lsa, o'shani tanlaydi. Qolgan 10 tasini solishtirib o'tirmaydi. Lekin local preferencelar ham bir xil bo'ladigan bo'lsa, keyin 3-chi parametr solishtiradi. 3-chi bir xil bo'lsa, keyin 4-chi, 5-chi, 6-chi, 12 tagacha ketadi. Toki eng zo'rini yo'lni aniqlamaguncha ketaveradi shunaqa. Oxiri baribir 12-chisida aniq zo'r bitta yo'l tanlanadi, chunki 12tasida bu router ID bilan, IP adreslar bilan solishtiriladi. IP adresi hech qachon bir xil bo'lmaydi, albatta bitta yo'l tanlanadi. Demak, BGP eng zo'r yo'lni tanlash uchun 12 ta parametrni solishtirar ekan. Demak, BGP har bir marshrut uchun, ya'ni mana shu B tarmog'i uchun 12 ta ma'lumotni o'zi bilan olib yuradi. Mana shu atributlarni. Va shu joyda endi keladi, ya'ni e'tibor beramiz. Internetda tarmoqlar juda ko'p, ya'ni bizning ishxonamizda tarmoqlar soni masalan 10 ta bo'lishi mumkin, 100 ta bo'lishi mumkin. Masalan, mana bu yerda Beeline ichida deylik, 100 ta tarmoq bo'lishi mumkin, 200 ta tarmoq bo'lishi mumkin va bu tarmoqlarni bemalol OSPF yoki IGRP muammosi hal qiladi. Lekin internetdagi tarmoqlar soni juda ko'p. Ularni samara bilan yig'ishtirilganda, samara qilinganda routing tablelarda hozirgi davrda taxminan 1 million ta tarmoq bor. 1 million ta. Bu 100 ta qayerda-yu, 200 ta qayerda, 1 million ta qayerda. Ya'ni internetdagi backbone routerlardagi routing tablelar 1 million ta qatordan tashkil topgan. Va mana shu har bir tarmoq, ya'ni bu yerda 1 million ta ichida tarmoqlar turibdi, masalan, A tarmoq, B tarmoq, C tarmoq, shunaqa 1 million ta. Har bir tarmoqning 12 ta ma'lumoti bor. Pas atributlarni, chunki bu tarmoqlarni bu yerda internetda BGP ishlaydi. Har bittasida 12 ta parametr bor. Va mana shu yerda mana internetdan mana bu yerdagi router, mana bu yerda stick eBGP deb bo'ladi albatta. eBGP bilan mana kompaniya 3 ga Mobiuzga berayotganda yoki mana Beeline ga berayotganda 1 million ta tarmoqni 12 ta pas atributlari ma'lumotlari bilan birgalikda tashlaydi nimaga? Nima deydi? BGP qo'shniga tashlaydi. Mana tasavvur qiling, mana bu router R7 router Mobiuzga berdi. Mobiuz 1 million ta tarmoqni 12 ta parametr bilan qabul qildi. Ya'ni 12 million ta parametrni oldida R5 oldi va buni eBGP bilan R4 ga berdi. Bu yerda muammo yo'q. eBGP beradi. Endi muammo mana shu yerda bo'ladi. R4 qanday qilib buni R3 ga beradi? Agar mana shu yerda iBGP ko'tarilmagan bo'lsa, bu ishni EIGRP qilib biladimi? Yo'q, EIGRP bu ishni qilib bilmaydi. Ikkita sabab bilan, ikkita katta sabab bilan. Birinchisidan, EIGRP 12 ta pas atributni tushunmaydi. U faqatgina bitta metrikani tushunadi. R4 dan redistribut qilib
EJRPga beradigan bo'lsak, bu 12 parametrlarni hammasini yo'qotadi, bitta metrikani qoldiradi, beradi. Va R3 ga o'sha 12 parametrlardan hech qaysi yetib kelmaydi. Faqatgina metrika keladi. Deylik, bittasi mayli metrika keldi, 11tasi yo'q bo'lib ketdi. Ya'ni R3 da bu 1 millionta tarmog'ini tagi yo'q bo'lib qoladi. Demak, EJRP ba'zi atributlarni berib bilmas ekan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, EJRP buncha katta hajmli update'larni ko'tarib bilmaydi. OSPF ham xuddi shunga. EJRP bu 100 ta tarmoq uchun, 200 ta tarmoq uchun, 500 ta tarmoq uchun, mayli 1000 ta tarmoq uchun. Lekin 1 millionta tarmoqni EJRP OSPF'lar ko'tarib bilmaydi, qotadi bular. BGP bunga moslashgan. Ya'ni birinchidan tarmoq ko'pligini ko'tarib bilmaydi bular. Ikkinchidan bu faz atributlarni, detalli ma'lumotlarni qo'shnisiga bera olmaydi. Agar qo'shnisiga bera olmasa, qo'shnisini naligi bu yoqqa bera olmaydi va bu masalan Beeline buni UCL ga bera olmaydi yoqdan va UCL da asosiy liniya yo'qolib uzilsa, bu rezerv marshrutlar bu yoqda borligini detalli ma'lumotlarni olib bilmaydi va rezerv to'g'ri ishlamay qoladi. Demak, BGPni faz atributlarini faqat BGP tashib biladi va BGP ob'yomdagi update'larni faqat BGP tashib biladi. Shuning uchun BGPdan olingan ma'lumotni ichkarida haydash uchun IBGPlar bu ishni qiladi. BGPlar ko'tariladi. Demak, tranzitlik vazifasini qilish kerak bo'lsa, mana shu yerda IBGP majbur ko'taramiz. Lekin masalan, kompaniya masalan nimada turgan bo'lsa, appendix deydimi? Tupik o'radi. Masalan, UCL o'zida mana bu yerda turgan routerlar turgan bo'lsa, masalan, necha deymiz? 9, mana bu yerda R10 bo'ladigan bo'lsa va bu yerda masalan OSPF ko'tarilgan bo'lsa, bular hammasi bitta avtonom sistemada. R10 dan keyin boshqa bir provayder ulanmagan bo'lsa agar, bu yerda IBGP bizga kerak emas. Chunki biz bu yoqqa BGP ma'lumotlarni tashamaymiz, chunki bu yoqda hech qanaqa provayder yo'q. Bu yerga kerak emas. Xohlasangiz ko'tarsangiz bo'ladi, lekin shart emas. Lekin tranzit bo'lgan joylarda biz uchun albatta IBGP bo'lishi shart. Demak, ikkita BGP ham bizga kerak. External bu provayderlar orasida, internal provayderning ichida BGP ma'lumotlarni tashish uchun xizmat qiladi. BGP routerlar o'zaro aloqa qilayotganda bu farqi yo'q, IBGPmi, EBGPmi, farqi yo'q. Aloqa TCP orqali amalga oshiriladi. OSPFda, EIGRPda ular o'zini IP 3-pog'onada o'zini kodlari bor edi. Protokol typelari bor edi, 89 OSPFda, 88 EIGRPda. Lekin BGP nimani ishlatmaydi? BGP TCPni ishlatadi. Ya'ni router BGPda qo'shni bo'lishdan oldin ular orasida TCP sessiya o'rnatiladi. Masalan, mana bu yerda holatda R1 bilan R2 orasida, mana bu yerda R1, R2 orasida biz agarda BGP ko'tarmoqchi bo'lsak, birinchi bular orasida TCP aloqa o'rnatiladi. Ya'ni TCP ni eslaydigan bo'lsak, biz CCNA'da ozgina ko'rib chiqamiz. Ya'ni TCP bir A qurilma bilan B qurilma orasida bu farq yo'q. Ikkita kompyuter orasidami? Mana ikkita kompyuter orasida bir qaysidir ma'lumotni yubormoqchi bo'lsa, deylik, mana bu yerda turgan qaysidir faylni yubormoqchi bo'lsa, bu fayl bo'laklarga bo'ladida, deylik 4 ta bo'lak bo'lsin va bu ma'lumotni A qurilmadan B qurilmaga tashlash uchun siraj ma'lumot yuborilmaydi. TCP birinchi bo'lib A bilan B orasida sessiya o'rnatiladi. 3-way handshake birinchi etap ketadi. Ya'ni 3-way handshake, 3 tomonlama kelishuv. Ya'ni birinchi A TCP sinkronizatsiya paketi yuboradi, sync. Bu birinchi paket. B unga подтверждение beradi va o'zining talabini sinkronizatsiya bilan yuboradi. Ikkinchi paket va A uni 3-paket bilan tasdiqlaydi ehtimol. Undan keyingina mana endi mana bu yerdagi paketlar ketadi. Birinchi paket ketadi, keyin ikkinchi, keyin uchinchi, keyin to'rtinchi. Nechtadan paket yuborilishi albatta TCPda mana bu sinkronizatsiya vaqti kelishib olingan bo'ladi. 2tadanmi, 3tadanmi, 4tadanmi farqi.
tasdiqlangandan keyin TCP sessiyani uzib tashlaydi. Sessiyani uzish ham сразу emas. 4 ta paket aylanadi. Fin paket ketadi, bitta paket. Keyin bu yerda tasdiqlash ketadi. Acknowledgement xuddi shunaqa bu ham fin yuboradi. Demak, fin ketdi, tasdiqlash ikkinchi paket. B tomon ham fin yuboradi uchinchi paket va to'rtinchi paket bu yoqdan ketadi tasdiqlash. E'tibor beramiz. Masalan, 4 ta paketli faylni tashlash uchun TCP boshida 3 ta paket yuboradi. Keyin 4 ta fayl, yana keyin oxirida 4 ta finish. Ya'ni umumiy 11 ta fayl. Ya'ni qo'shimcha 7 ta ketar ekan. 3 ta boshida, 4 ta oxirida. Orada mana acknowledgementlar ham bor, tasdiqlashlar. Agar paketlar yo'qolib qo'ysa, acknowledgement ko'p bo'ladi. Bu 11 ta deb sal guruh xato bo'ldi, chunki 11 ta emas, kamida 12 ta bo'ladi. Tasdiqlash paketlari bor. Ya'ni ko'p. Ya'ni 4 ta paketni yuborish uchun TCP kamida 12 ta paket yuboradi. Bizga muhim mana boshida 3 ta paket aloqa o'rnatish uchun, oxirida 4 ta paket aloqani tugatish uchun. BGP ham xuddi shunaqa. BGP ikkita router orasida qo'shnichilik o'rnatishdan oldin bitta TCP aloqani o'rnatadi va TCP 179-port orqali ko'tariladi. 179, ya'ni R1 router R2ni TCP 179-portiga so'rov yuboradi. TCP sinxronizatsiya paketi, sync birinchi paket ketdi, keyin u javob beradi, ikkinchi paket, bu yerdan uchinchi paket tasdiqlanadi, 1 2 3 aloqa o'rnatildi. Endi BGP ni keyin paketlari chiqib ketadi. Birinchi BGP ni open paketi bor, open ketadi. Open olganligi haqida TCP tasdiqlash beradi. Keyin bu tomon open yuboradi. Qarang, birinchi tasdiqlash keladi va qarash, bu yo'g'in TCP ni boshqarib turadi. Eng qizig'i qaranglar. Masalan, mana A va B kompyuterlar orasida bir faylni tashlash uchun TCP sessiya o'rnatiladi. Fayl tashlab bo'lingandan keyin bo'ldi, sessiya uziladi. Bu degani mana sessiya bo'lib bir necha sekund yashaydi, bo'ldi, sessiya uzib tashlanadi. Lekin BGP da bu sessiya juda uzoq vaqt turadi. Faqat ikkita router orasida qo'shnichilik BGP da bormi? Turaveradi. Bu degani yillar davomida turadi. Masalan, UCL va Beeline orasidagi ikkita router orasida BGP qo'shnichilik o'rnatilgandan keyin ikkalasi orasida TCP qo'shnichilik o'rnatiladi va bu qo'shnichilik yillar davomida aktiv turadi. TCP sessiya aktiv turadi. Ya'ni masalan, mana portlar bor edi, agar TCP transport pog'onasida mana R1 ni portini mana bunaqa vizualni o'zimiz uchun tasavvur qilish uchun RJ45 deylik. Bu optik port ham bo'lishi mumkin. Shart emas, RJ45 bu R1 ni porti, R2 ni portini mana bunaqa chizadigan bo'lsak, bundan xuddi shunaqa. Bu portda logik 65 mingta portlar bor edi. Ya'ni transport pog'onasida 65535 ta port bor. Ya'ni teshiklar desak, o'zimiz tasavvur qilish uchun teshiklar R1 routerni R1 R2 bilan BGP qo'shnichilik o'rnatishdan oldin mana shu yerdan nastroyka birinchi bo'lib R1 ni qaysidir nimasidan Dynamics Register portidan chiqadida R2 ni 179-portiga boradi. Bu yerda masalan deylik nechinchi portdan 35443-portdan chiqish mumkin. Boshqalarga olaylik. Mana shu portdan chiqadida nimani 179-portga boradi. Bu birinchi TCP sinxronizatsiya paketi boradi, keyin bu tasdiqlaydi. Tasdiqlash ikkinchi paket xuddi shu 179 dan chiqadida R1 ni shu portiga kiradi, ya'ni 35443-portga kiradi. Uchinchi paket ham xuddi shunday. Ya'ni mana shu ikkita port orasida ikkita router doimiy gaplashib turadi. Keyinchalik open paketlar ham xuddi shu portlar orasidan amalga oshiriladi. Keyinchalik R1 router va R2 router o'zidagi tarmoqlarni bo'yagan, internetdagi 800 mingta tarmoq bor dedik-ku, ana 1 millionta tarmoq. Shu 1 millionta tarmoqni 12 ta pulse atributlari haqidagi ma'lumotni bir router ikkinchi routerga tashlayotganda aynan shu portlaridan chiqazib yuboradi. Bu demak, mana shu portlar bular orasidagi aloqa gaplashuv portlari. Open paketlari chiqadi. Keyin Keep Alive paketlari bor.
update paketlari bor, notification paketlari bor, route refresh paketlari bor. Mana shu 5 xil turdagi paketlar bor. Asosan 4 ta gapiriladi. BGPning shunaqa paketlar hammasi mana shu portlar orasida amalga oshiriladi. Bu degani, agar biz routerlarimizda 179-portni bloklab qo'ysak, hech qachon bu routerimizda BGP ishlamaydi. Chunki BGP 179-port orqali ishlaydi. Biz bu portni bloklasak bo'ldi, BGP ishlamaydi. Ya'ni BGP 179-portni ishlatadi. Ikkita router qo'shni bo'lish uchun to'g'ridan-to'g'ri kabel bilan ulangan bo'lishi mumkin. Masalan, R1, R2 orasida xuddi ko'rsatib ko'rganimizda, yoki bu routerlar to'g'ridan-to'g'ri emas, bir nechta router orqasida ham joylashgan bo'lishi mumkin. Muammo yo'q. Masalan, R2, R4 bilan anaqa qo'shnichilik o'rnatish mumkin. Hech qanaqa muammo yo'q. Muhimi, R2dagi IP adresni R4 ko'rib bilish kerak, R4dagi IP adresni R2 ko'rib bilish kerak. Agar bular internet orqali ulangan bo'lsa, ikkalasida ham bel IP adres bo'lishi kerak. Agar ichkarida turgan bo'lsa, ikkalasi orasida cho'rna IP adres ishlatsak bo'ladi, faqat ikkalasida routing bo'lsa yetarli. Demak, BGP ko'tarilish uchun birinchidan ikkita BGP routerlarimiz bir-birini ko'rib bilish kerak. Ping oddiy tilimizda bir-biriga ping berib bilish kerak. Bunaqa holatda va ikkalasi orasida TCP ochiq bo'lishi kerak. 179-port ochiq bo'lishi kerak. Bo'ldi. 179 ochiq bo'lsa, nastroykalar qilingandan keyin sirazi BGP ko'tariladi. TCP ko'tariladi. TCP tunnel ko'tarilgandan keyin BGP paketlari almashadi. BGP qo'shnichilik o'rnatiladi va BGP bir-biriga update paketlar berishni boshlaydi. Masalan, mana bu holatimizda mana R10 routerimiz va R11 routerimiz ikkalasini BGP qo'shni qilmoqchi bo'lsak, mana bunaqa nastroykalar qilamiz. Ya'ni R10 ga kiryapmiz, mana bunaqa nastroyka, R11 ga kiryapmiz, mana bunaqa nastroyka. BGP nastroykada router BGP avtonom sistemani berishimiz kerak. 65100, demak bu routerimizniki 65100, bu routerimizniki R11niki 65200. Ikkalasi ikkala avtonom sistemasida, demak bular orasida BGP ko'tariladi avtomat. Eng muhim narsamiz, e'tibor beramiz, OSP va HTTPdan farqli o'laroq qo'shnichilik dinamik ko'tarilmaydi. BGPda qo'shnichilik statik berilishi kerak. Ya'ni biz routerimizga aytamiz, mana shu router bilan qo'shni bo'l va bu router bilan qo'shni bo'l va u router bilan qo'shni bo'l va mana u router bilan qo'shni bo'l. Biz qo'shnilarni belgilab beramiz. OSPFda avtomat sirazi dinamik hello paketlar orqali aniqlab qo'shni bo'lar edi. Xuddi shunaqa HTTPda ham. BGPda hello paketlar yo'q. BGP hech qachon o'zidan o'zi qo'shnilarni qidirmaydi. Discovery sistema yo'q, kerak ham emas, chunki BGP butun internetga ulangan, unda hamma dunyodagi routerlar, milliardlab routerlar bor, hammasi bilan qo'shni bo'ladigan bo'lsa, routerimiz portlab ketishi mumkin. BGP qo'shnichilik statik administratorlar tomonidan o'zaro monitoring qilinadi. Va bizning holatimizda R10 ga aytamiz, san R11 bilan qo'shni bo'l deb mana aytamiz, neighbor deymizda R11 ni IP adresini beramiz. Va R11 avtonom sistemasining nomerini beramiz. Xuddi shunaqa R11 ga kiramizda aytamiz, mana bu IP adresli, ya'ni R10 bilan qo'shni bo'l, uni avtonom sistemasi quyidagicha. E'tibor beramiz, bu berilayotgan qo'shnini IP adresini R10 va R11 ko'rib bilish kerak. Ya'ni bir-biriga ping bo'lish kerak. Ping bo'lishdan qat'iy tashqari bu marshrutlar routing tabledan default marshrutdan tashqari bo'lish kerak. Ya'ni default marshrut orqali ko'radigan bo'lsa, qo'shnichilik o'rnatmaydi. Bu BGPni tonki joylari. Endi unga hozircha kirmaymiz, lekin demak qisqaroq qilamiz hozircha ustidan. Ya'ni BGP qo'shnining IP adresini routing table orqali ko'rib bilish kerak birinchidan. Ya'ni aloqa bo'lishi kerak. Masalan, aytdik-ku biz Toshkentdagi router Argentinadagi router bilan BGP qo'shni bo'lishi mumkin, lekin Argentinadagi routerning IP adresini, ya'ni bel IP adresini ping berganda pingga o'tish kerak. Hech bo'lmasa BGP bo'lmasdan turib, BGP qo'shnichilik bo'lmasdan turib pingga o'tish kerak. Ping o'tgandan keyingina qo'shni bo'ladi. Qiziq ham, sal chalkash bo'lishi mumkin. Va
Mana shu nastroykalar qilingandan keyin router orasida birinchi TCP o'rnatiladi. Boyaga aytganimiz 3 handshake, keyin BGP birinchi open paketini yuboradi. Mana BGPni paketlari mana birinchi open paket qo'shnichilik o'rnatish uchun open paket ketadi qachonki TCP o'rnatilgandan keyin. TCP o'rnatilmasa open chiqib ketmaydi. Bu OSPFning xelosi emas. Open o'rnatilgandan keyin hamma narsa cho'tki bo'lgandan keyin, ya'ni openlar bir-biriga almashgandan keyin bir-biriga berilgan avtonom sistemalar nomerlari bir-biriga to'g'ri kelsa, IP adreslar, nastroykalar va mana bu stiklar bir-biriga bu yerdagi narsa bilan bu yerdagi narsa to'g'ri kelsa, bu yerdagi narsa bilan bu yerdagi narsa to'g'ri kelsa, ya'ni bitta open qo'shnidan kelgan open bilan o'zini parametrlari to'g'ri kelsagina bular keyin qo'shni bo'ladida. Va qo'shnichilikni ushlab turish uchun doimiy 4-paket keep alive paketlarni yuborib turadi. Keep alive paketlar har 60 sekundda yuboriladi, lekin o'zgartirsak bo'ladi. Bu faqatgina qo'shnichilikni ushlab turish uchun keep alive. OSPF EIGRP bilan solishtiradigan bo'lsak, OSPFda hello paket qo'shnichilikni ushlash uchun ishlatilardi. Har 10 sekundda yuborilar edi, lekin hello paket undan tashqari qo'shnichilikni yaratish uchun ishlatilardi. E'tibor beramiz, OSPFdagi va EIGRPdagi hellolar qo'shnichilikni yaratish, qo'shnini topish va qo'shnichilikni ushlash uchun ishlatiladi. BGPdagi keep alive faqatgina qo'shnichilikni ushlash uchun, qo'shnini yaratish uchun emas. Qo'shnini yaratish bu TCP va open orqali. Qo'shnichilikni ushlash faqat keep alive bilan bo'ladi. Demak, keep alive har 60 sekundda yuborilib turadi. Agar uchta keep alive vaqtida qo'shnidan keep alive kelmasa, qo'shnichilik uziladi. Agar qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, notification paketlar keladi. Notification paketlar bular yaxshi paketlar emas. Qachonki qo'shnidan notification keldimi, bir muammo bor degani. Notification kelmagani yaxshi. Hech qachon notification kelmasa, qo'shni routerimizdan, qo'shni BGP routerimizdan biz uchun yaxshi cho'tka narsa ishlab turibdi degani. Qo'shnichilik o'rnatilgandan keyin routerlar bir-biriga o'zini bilgan tarmoqlarini update paketlari orqali, ikkinchi paket orqali qo'shnisiga beradi. E'tibor beramiz, shu joyda ham farqi bor. EIGRP va OSPFda routerlar qo'shni bo'lgandan keyin o'zini bilgan narsasini sirazi qo'shnisiga berardi. EIGRPda ham, OSPFda ham. BGPda unaqa emas. BGPda qo'shni bo'lgandan keyin darrov barcha bilganini bermaydi. Nimalarni beradi desak, faqatgina BGP tablitsasiga tiqilganlarni beradi. Routing tabledagi barcha narsani bermaydi. OSPF sirazi beradi. Mana shuncha routing tabledagi ma'lumotlarni hammasini beradi. BGP bermaydi toki bu ma'lumotlar alohida, ya'ni BGP tablitsa bor, BGP tablitsaga kirmaguncha uni bermaydi. BGP tablitsaga kiritishimizning bir nechta yo'llari bor. Bu network komandalar orqali yoki distribution orqali kiritiladi. Demak, birinchi BGP tablitsaga tiqamiz, keyin BGP tablitsadagi ma'lumotni qo'shnisiga beradi. Va xuddi shunaqa nariga qo'shni ham BGP tablitsaga kirgandan keyin bu qo'shniga beradi. Bu degani routerlar qo'shni bo'ldi degani sirazi hamma narsani beradi degan emas. Qo'shni bo'lib yillar davomida turishi mumkin, bitta ma'lumotni qo'shnisiga bermasligi mumkin, toki tablitsaga kiritilmaguncha. Tablitsaga kiritilgandan keyin ham, ya'ni BGP tablitsaga kiritilgandan keyin biz har xil filtrlar o'rnatib, u yoki bu narsani berma deyishimiz mumkin. Odatda shunaqa narsalar qilinadi, filtrlar o'rnatiladi. BGP tablitsadagi hamma ma'lumotni qo'shnisiga bermasligi uchun. Demak, qaytaramiz. Ikkita routerda mana bunaqa nastroyka qilingandan keyin birinchi albatta nastroyka qilinadi, keyin TCP sessiya o'rnatiladi. TCP sessiya o'rnatilgandan keyin BGP paketlar almashadi. BGP paketlar almashgandan keyin BGP qo'shnichilik o'rnatiladi. Keyin BGP o'zini tarmoqlarini ikkinchi routerga beradi, agarda u BGP tablitsasiga kirgan bo'lsa. BGP tablitsalarni u alohida gapirib o'tamiz alohida temalarda. Qo'shni bilan BGP aloqalarni, TCP aloqalarini ko'rmoqchi bo'lsak, routerlarga kirib, mana bunaqa routerlarga kirib, show TCP brief qiladigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin. Mana R10 routerimiz. Ko'rishimiz mumkinki, bizni routerimiz, ya'ni mana bu bizni routerimiz R10 router boshqa qo'shni router bilan, ya'ni foreign degani qo'shni begona router bilan, ya'ni
mana R11 bilan qo'shnichilik o'rnatgan established qo'shnini 179-portiga. O'zini qaysi portdan chiqqan? O'zini 31537 portidan chiqqan. Xuddi shunaqa kirib biz R11 dan ham xuddi shunaqa komanda bilan tekshiradigan bo'lsak, unda teskarisi. U aytayapti: mana bunaqa IP adresli routerman, mana bu portimdan qo'shni mana bunaqa IP adresli, ya'ni R10 ni mana bu portiga stik qilgan. E'tibor beramiz, bu portlar bir xil. Ya'ni ikkalasi teskari bir-birini stik qilganini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari R11 da yana bitta stik turibdi. Bu degani R11 boshqa bir router bilan BGP qo'shnichilik qilib turibdi. Ya'ni R11 mana bu yerda qaysidir, masalan R12 mi? O'sha bilan eBGP biz bilmaymiz. eBGP mi, iBGP mi bu yerdan ko'rib bo'lmaydi. Korоче, BGP qo'shnichilik o'rnatgan. Bu router to'g'ridan to'g'ri ulanganmi yoki uzoqda ulanganmi, buni ham biz bilmaymiz. Xo'p, aka mana bu tarmoqdan ko'rishimiz mumkin. 118-tarmoq, 118-tarmoq taxminan bular to'g'ridan to'g'ri ulangan. Agar MAC igniter bo'lsa. Bo'ldi. Mana shu nastroykalardan keyin, mana shu sessiyalardan keyin bu routerlar bir-biridan BGP aloqalarini o'rnatadi, bir-biriga ma'lumotlarni almashadi. Bu farqi yo'q. Bu router to'g'ridan to'g'ri ulangan, balkim juda uzoqda joylashgan router bo'lishi mumkin. Barcha ma'lumotlarni, barcha tarmoqlarni beradimi, yo'qmi? Alohida BGP tablitsalar bor, ular haqida keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Ya'ni update paketlar sirazi hamma narsani bermaydi. BGP juda ehtiyotkor protokol deylik. Hamma narsani bermaydi. OSPF barcha bilganini berardi, EGP barcha bilganini sirazi berardi, lekin BGP barcha narsani darrov bermaydi. Uni aytganimizda yoki BGP tablitsaga tiqish kerak. Har xil filtrlar o'rnatishimiz mumkin. Ular uchun alohida temalarda gaplashamiz. Demak, qisqa shu haqida tanishuv bo'ldi. BGP haqida kamroq gapirishga harakat qildim. BGP o'zi juda katta tema, lekin juda qiziqarli. Juda ko'p gapirsam ham zerikarli bo'lib ketmaslik uchun imkon qadar qisqartirishga harakat qildim. Общий kartinani chizishga harakat qildim. Imkon bo'lganda keyingi darslarda yana har xil qismlarni ko'rib chiqamiz. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar.